Assalomu alaykum azizlarim. Shu muborak ulug' ayyom kunlarida biz jumla jahondagi Allohdan inoyat va mukofot bo'lgan bizga noz-ne'matlarni o'ylab, shunday bir hikmatli bir mo'jizalarga munosib bo'lmish ulug' zot haqida o'ylab qoldik-da. Men onajonim haqida eslab, ular bilan har bitta muloqotlarni xayolimdan o'tkazganimda, onajonim suratiga chizgilar deb ular haqidagi bir so'zlarni aytib bergim keldi. Onajonima, naqadar bir go'zal, husni xulq egasi edilar ular. U qadar zakovatga men haligacha hayratda qolaman. Agar har kimga hayotdan olmasa ta'lim, unga o'rgatolmas hech bir muallim deyiladi bir oqilona satrlarda. Onajonimni hayratlanadigan jihatlari shu qadar ko'p ediki, o'sha bolaligimdan ularni har bitta fazilatlariga hayratlanib, o'sha o'zim bilib bilmay bir qalam tebratardim-da. Azizam, seviklim, baxtim, iqbolim, hammasi o'zingizda jam. Siz bilan sarxushdir ko'ngil, xayolim, siz qalbim chashmasi mehribon onam. Shunaqa bir satrlar tug'ilib qolardi. Onajonim shunaqa bir fazilatli ayol edilarki, ruhlari shod bo'lg'ay Allohim, ulug' noz ne'matlari bilan bu dunyodan qancha mo'jiza marhamatlari bilan siylagan bo'lsa, ularni o'sha go'zal, hassos qalbiga yarasha o'taborik olamlarda ham jannat bog'laridan bog'chalar ato etib didor azizga musharraf aylasin. Ularni bir ajoyib fazilatlarini hali eslab hayron qolaman. Xudoyimni marhamati bilan hatto aytaman, 10 ta diplom olsam ham shu qadar bir zakovat egasi bo'la olarmidim men deb o'ylayman-da. Biz qachon bo'lishdan qat'iy nazar uzoqdami, yaqindami, uyga mehmonga borar bo'lsak, u zot har doim uyda hech kim bo'lmasa ham dasturxon bezatilgan, o'sha zamonda ham qoyil, doimo eshiklar ochiq bo'lardi va ya'ni darvoza, katta hovlilarda kirardik, uylarimizga kirardik, eshik ochiq bo'lardi, ya'ni bemalol kirib borardik. Borsak, har doim hamma yoshlarimizni necha yoshga kirishimizdan qat'iy nazar, o'sha Moskvadan kelamizmi, Toshkentdan boramizmi, Samarqanddan boramizmi, qayerdan borishimizdan qat'iy nazar shu oilaviy uylarimizga kirib borganimizda, garchi uyda hech kim bo'lmasa ham, o'sha dasturxon tuzalgan, usti yopilgan va o'sha dasturxonni bir burchida bitta qog'ozchada, bolajonim, xush kelibsizlar, xullas men falonchi tog'angiznikidaman yoki falonchi xolangiznikidaman yoki falonchi opanikidaman yoki men bu qo'shnijonnikidaman. Mana ularni nomerlari, o'sha 3 talik nomerlar bo'lardi-da, xuddi ichki nomerlarga o'xshagan. O'sha telefon nomerlari yozilgan bo'lardi. Biron marta biz borib uyda maqtal qolmaganmiz, eshikni oldida qolmaganmiz. Doim kirsak dasturxon tuzalgan, usti chiroyli qilib yopib qo'yilgan. Dasturxonning bir chetida o'sha qayerda bo'lishlaridan qat'iy nazar, avvalo uylarda bo'lardilar. Uylarda bo'lmasa ham o'sha borgan joylari, manzil makon, u telefon nomerlar bo'lardi va o'sha yerdan meni topasizlar deyiladi. O'sha bitta qo'ng'iroq bilan, masalan, shu biz kutardik, lekin bir joylarga borsa unaqa uzoq qolib ketmasdilar. Albatta kelardilar, lekin albatta biz ularni qayerdaligini bilardik. Shu haligi Moskvada yashagan paytlarimizda ham shu onajonimni eslasam, bir go'zal tug'yonlar qalbimda jo'sh urardi-da. Haqiqatdan ham bolaligimizda shunaqa ota-onani e'zozlagan, qaynota qaynonaga shu qadar bir 16 yoshda kelin bo'lib kelib, shu qadar ularga fidoyilik bilan mehr ko'rsatgan, o'sha qarindosh urug', qo'ni qo'shni hammaga, o'sha do'styor farzandlargacha, hatto nevara chevaralargacha mehr e'zoz ko'rsatib, o'sha qo'llarida shirin taomlar tayyorlab, shunaqa mehr ko'rsatgan zot edilar. Kimligidan qat'iy nazar har bitta yo'ldami, cho'ldami, mehmonmi, mezbonmi, farzandlari o'sha qomatiga, tishlariga, yuzlariga nazar solib, o'sha hamma narsani o'sha ota-onasiga yo o'zlariga sekin aytib, o'sha go'zal qomat, go'zal husni xulq, husni go'zallik egasi bo'lish uchun harakat qilardilar-da. O'sha chiroyli maslahatlari bilan. Hattoki uyimizga mehmon kelganda bir qarindoshlardan, bir uzoq qarindoshlardan birlarini farzandlarimiz bilan birga o'ynab kelib yotib ketishgan mehmonga, o'sha yoz oylarida, kanikul paytlarida. Qarasa tishlarida qanaqadir kamchiliklar bor ekanda, o'sha stomatologga borib, hattoki o'sha tishlarini davolatib jo'natganlariga qoyil qolganman-da. O'sha bir tekis chiroyli bo'lishi uchun. Har bir narsaga shu qadar e'tiborli, shu qadar mutafakkir, shu qadar zukko edilar.
ularni fazllari, ularni fazilatlarini qarab shunaqa o'rgangim, shularga shunchalar ularga o'xshagim keladiki, bu qanaqa bir fazilat va kamolat egasi edi u zotlar deymanda. Shu hattoki gazetalar kelardi, o'shalarning har bittasini o'qib, hattoki mendan juda ko'p o'sha Moskvada payti ko'p xatlar kutgan. Biz oilaviy yog'da yashagan paytlarimizda shu gazetalar kelgan zahoti oralarini tutib chiqar ekan. Koshki mendan bironta bir chiroyli xatlar kelsa. Lekin balkim ba'zan otkritka deydi, tabriklar jo'natgan bo'lsam kerak. Xat yozish hamon va o'shanda ham men uchun juda bir katta bir holat bo'lgan. Endi qiziq masalalar bo'lganki, u narsa endi ajoyib. Xullas, yozish, chizish, endi so'z mulkini yaxshi ko'raman. Kulaman. Onajonim mana so'z mulkini sevish uchun dunyoga keltirgan ekan. Allohning marhamati, mehribonligi va izni bilan deyman. Shu bolaligimizda esimda o'sha qaynota-qaynona bizni bobularimizga shunaqa xizmat qilardi, qo'ni-qo'shnilarga xizmat qilardilar-da. Haligi bolaligimizda sigir sog'ib kelganda o'sha sigirni sutlarini hidlaymanda, shunaqa bir shirin hidlar bo'lardi. O'sha nonlar yopsalar, shunaqa kulchalar qilib berardilar-da. Haligi qo'ni-qo'shni bolachalarga ham tarqatardilar. O'sha narsalarni eslaganimda o'sha Moskvada bitta yozilgan bir she'r bor-da. Men bunchalar sevaman men bu ayolni. Qanchalar sevaman men bu ayolni. Tushlarimga kirib chiqqan kuni ortimdan bahorlar ergashib yurar. Sog'ilgan sut hidi tutar xonamni. Issiq non hidiga to'ladi ko'ksim, rayhon yalpiz bo'yi dimoqqa urar. Azizam, bir enlik xatimga intiq farishtam, kechirib o'rgangan gunohlarimni, bu cheksiz mehrdan butkul xotirjam men she'rga solaman sog'inchlarimni. Endi bu uzun bir ajoyib she'r edi, o'sha zamonlarda yozilgan. Xullas, ularning fazilatlari hali hamon meni hayratga soladi. Shu qadar o'sha har bitta xizmatlarini mukofotlari bilan u kishi Alloh o'sha hajlarni ato etgan, juda dunyolarni ato etgan u kishiga, u zotga, shu otajonimiz bilan bir payg'ambar yoshicha muborak yoshlarda birga nima edi, 60 yoshdan oshib 63, 64, 65 yoshlar birga yashab, shu qadar ularning xizmatida bo'lganlar, shu qadar go'zal edilar, shu qadar husn xulq egasi edilar. Men aytamanki, o'zbek onalarini har birida shunaqa bir timsollar bo'lgan. Ularni shuncha onaday bir buyuk zotni shunaqa yaxshi ko'raman. Bizni o'sha payg'ambarlarga, avliyolarga ona bo'lgan o'sha buvilarimiz, momolarimiz qanaqa ulug' zotlar bo'lganda, shu insonlarning bir timsoli sifatida shu bugun shu onajonimni yodlab, shunaqa bir qalbimda shunaqa bir osmon qadar bir faxr, iftixor, sog'inch, bir mehr tuyg'ulari jo'sh urdiki, shuni qandaydir sizlarga ham aytgim kelib qoldi. Shu ona qanaqa buyuk zot. O'sha ayol deganda shunday bir mo'tabar zot ko'zlarimizdan o'tadi-da, qalbimizdan o'tadi. O'sha ayol borki, olam munavvar degan ko'rsatuvni qilganimda har doim onajonimni, o'sha onajonlar timsoli menda bo'lardi. Sadoqat ramzi, fazilat ramzi bo'lgan o'sha go'zal onajonlar, buvijonlarimiz. Ilohim u zotlarning hammalarini ruhlari shod bo'lsin. Bugun farzand tarbiyalayotgan onajonlarga, buvijonlarga, kelajakda onajon, buvijon bo'ladigan qizlarimizga ham shu onajonlar, buvijonlarimizning qutlug' fazilatlarini, shu oilaviy baxt saodat, ikki olam baxt saodatlarini, o'sha mutafakkirlik, go'zallik, ibo, hayo, har tomonlama Allohdan inoyat bo'lmish ayol zotiga ato etilmish baxt va saodatlarni tilayman. Ayol borki olam munavvar, ayol borki totli bu hayot, ayol bilan saodatli kun, ayol bilan davomli hayot. Azizlarim, ayol zoti muborak va tabarruk zotlar. Ayol zotining orqa tog'lari bo'lmish erkak zoti bizning orqa tog'larimiz. Shuning uchun ota-onalarimizni o'tganlarning ruhlari shod bo'lsin, hayotlarini, umrlari ziyoda bo'lsin. Ularning duolarini olib, sizga-da, bizga-da, kelajak ahlimizga-da solih soliha zurriyotlar, ikki olam saodatiga sazovor bo'lib, ikki dunyoning saodati uchun ota-onaning duosini oladigan farzandlarimiz ko'paysin. Dunyolarga omonlik, yuzlarga obodlik, yurtlarimizga tinchlik, farovonlik, xonadonlarimizga fayz barakotlar tilaymiz. Mana shu dunyo jahon ahliga, har bir insonga ikki olam saodati muborak va mukofot bo'lsin. Azizlarim, haq rizolik yo'lda biz sizni juda yaxshi ko'ramiz. Alloh sizni bizni ikki olam saodat mukofotlari bilan siylasin azizlarim. Otaday ulug' zot, onaday ulug' zot, buyuk zotlar sizu bizni faxrimiz bo'lsin. Ikki dunyoning saodatiga yo'lovchi nurli yo'llarimiz bo'lsin.
sizu bizni Alloh baxtu kamolat bilan siylab, zurriyotlarimizga ham ikki olam saodat baxt mukofotlarini ato etsin. Dunyolarga omonlik, yer yuzlariga obodlik, yurtlarimizga tinchlik, farovonlik, ikki olam saodat, bizga jumla jahonga 18 ming olam ahliga muborak va mukofotlar bo'lsin azizlarim. Mehr Dilnavo, Mehriniso begimdan eng qutlug' tilaklarim muborak sizga, o'zimizga ham. Tashakkur azizlarim. Alhamdulillah.